Eng tez tayyor bo'ladigan suyuq ovqatlardan biri uyg'urcha manparni uy sharoitida tayyorlab ko'rishga harakat qilamiz. Barcha masalliqlarni bir xilda qilib to'g'rab olib, qozonimizga yog'ni solib qizigandan keyin birinchi bo'lib go'sht o'zini dimlab pishirib olamiz. Yupqa parra qilib to'g'ralgan go'shtni 10 minut davomida qovurib dimlash jarayonida ancha yumshoqladi. Keyin birinchi bo'lib chesnoni, piyozni, basay, bolgarskiylarni solib, tomat qo'shib qovurishda davom etamiz. Tomat pastasini o'zi ovqatni nordon qo'radi. Shuning uchun oddiy uy sharoitida tayyorlangan pomidorli tomatimizdan ham qo'shamiz. Pomidor qovurish jarayoni eng oxirgi bosqichlarda solinadi, chunki pomidor suvi chiqib ketib, o'zi ham ezilib ketib, qovurish jarayoniga ham, ovqat rangiga ham ta'sir qilishi mumkin. Sabzavotlardan keyin achchiq suv, soya, seldir faqat qattiq tomoni, dorivorlar, tuz solib bitta aralashtirib suv sovuramiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlar grammlari, retseptlari bilan video ostida to'liq holatda yozib qoldiramiz. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Manpar bilan an'anaviy taqdim etiladigan shunaqa tuxumdan omletlarni ham esdan chiqarmasligini tavsiya qilamiz. Xamir borasida to'xtalmadik, tayyorni sotib olish ancha qulay. Uyg'ur oshxonasiga da'vo qilishdan yiroqmiz, shunchaki uy sharoitida qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.